Men bunda şapkatçımni unutup qalsam bo'lmaydi. Bir piyola choy, bir piyola choy, menalaga boy. Qadrli do'stlar, Abdumrayliq Xalq ishchi doktorxonasi alayida qo'llagan bir piyola choy so'hbatimiz boshlanish oldida turibdi. Ma choy quyayotgan yigit Abduveli To'xte. Abduveli To'xte bu Aqsu'dan bu yigit. Aqsu'ninki madaniyat san'atiga intayin to'p qo'shayotgan yigitlarimizning birisi. Yüzü nəhayət tirishchan. Mushu aymış kunlarda tor plastikalarını resmi chiqarib, burunqidek deyich qolgandek. Bu Abduveli nəhayət o'zi ijod qilib, o'zi akkord ishlab, o'zi ijro qilib degandek hammani o'zi qiladigan bir qo'lliq yigit bu. Bu yigitni bugungi bir piyola choy taklif qilishimizga sabab mushu yaqinda İpek Yolu Sadası'da bir nakşı etti. O nakşa coşkun, usulluk nakşı iken. Şu meydandakilerini usulluk selivettense. Biz onu oynayıp kettiğimiz var. O nakşa şu yarkelde onunki müziksini tas kaldım. Ben müziksini işledim diye etkine. Müziksini şu Abduveli To'xte işligen, şiirini ben yazgan. Şu nakşı doğruluk bir işke kız gap kılarsa. Aldılan muhtarka salamet bulan, görüşken intayın hoşalman. Şundan ihsan aldık dostlara salam. Ondan bu nakşa en deslep şu tekstin başlandı o hem de. Bir günse ultasam bir iki parça tekstini yolladınız şu birisi şu yer geldi. Hem birisi tak işlavatım hazır. Mağanı bizim kıpakaysen de birlik avazınız var tom. Buğra izharı degandek. Ben bilen bu neçe yıldan beri hemkarlışımız dep ma icadiyette. Taz hemkarlış bulanmagan he. Tuncu qitimlik hemkarlığımız. Mağalıqı tekkez icadiyet jettin şu ma tuncu qitimlikin bundan burun icadiyet keçiklerinizde bir iki numaralarının müzikasını işlep qilgan. Şunda ma. Namangda qilgan keçilikte. Men bunda şapkatçımni unutup qalsam bo'lmaydi. Şu tekstimni algandan keyin qarsam şu usulning bir material ekan bek chiroyliq, yangilik bilan bir chiqqidek deb o'yladim. Etib bir boshdan etib ketdim. Tiz chiqdimi? Tizli chiqdi. Shuning bilan chiqib originalni siz bir avatsam mana yerde uzangarisi bo'ldi dedi ma'qul deb. Mush ijodiyatni biz ko'pincha hollarda mushu mastanlar xalq ammasi yoqtirsa ekan deb o'ylaymiz-ku. Oldi bilan ijodiyat o'zimizga yoqish kerak. Yurakimizga eng yaqin bo'lgan vaqtida yurak endi boshqa yurakka tepib beradi-ku. Yar keldi degan naqshi bilan senmi kelib qolsa, Abdumrayliq xalq uchun doktorxonasi mushu yurakimizningki sog'lom bo'lishini istaydi. Uning farzandlarimizninki ko'zning ro'shan bo'lishini, atisning parlaq bo'lishini umid qiladi. Ali doktor sen bilan yaxshi birodar Abdumrayliq uchun doktorxonaga va boshqa doktorxonalarga aldirab berib olmasligimizni umid qiladi. Shunga hamda seninki va meningki yar keldi degan shu naqshimizni avomga bir sunib boqmaylimi? Qanday qaraysa? Bo'ldi. Rahmat sana. Sizga qataka. Sürep, koş hürkügen bir şakdek. Keldim bexitin titrep, yaşardım güzel bağdek. Kettin kaldım ben sürep, koş hürkügen bir şakdek. Keldim bexitin titrep, yaşardım güzel bağdek. Yar keldi o yar keldi, kalbimge bahar keldi. Cismim bana terkendi, dılga dilim zar keldi. Yar keldi o yar keldi, kalbimge bahar keldi. Cismim bana terkendi, dılga dilim zar keldi.
İşenmeyme gözümge. Yar keldi go yar keldi, kalbimge bahar keldi, cismim bana ter keldi, dilga dilim zar keldi. Yar keldi go yar keldi, kalbimge bahar keldi, cismim bana ter keldi, dilga dilim zar keldi. Miskalçılığım yok, kepmez bulup gelmesen, yaş hayatı kupkuruk. Yar gel yolumken, miskalçılığım yok, kepmez bulup gelmesen, hayatımda mana yok. Yar geldi go yar geldi, kalbimge bahar geldi, cismim bana ter geldi, dilga dilim zar geldi. Yar geldi go yar geldi, kalbimge bahar geldi, cismim bana ter geldi, dilga dilim zar geldi. Yar geldi go yar geldi, kalbimge bahar geldi, cismim bana ter geldi, dilga dilim zar geldi. Geldi, kalbimge bahar geldi, cismim bana ter geldi, dilga dilim zar geldi. Yar geldi go yar geldi, kalbimge bahar geldi, cismim bana ter geldi, dilga dilim zar geldi. Salam, aldığımızda oturgan barcha suyumluk ustozlarimiz, shunaqla İpek Yolu Sadasi programımız kirib oltuğan barcha suyumli ko'rarmanlar hammalarga Abduvali To'xtadan salam. Ezelden julanıp kilayotgan naqshchilarimizning birisi sen. Rahmat. Muşunda yaxshi bir ijodiy eseringni ekkelliging uchun barliq ustozlarga vakolatan teşekkür, minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat ustoz. Hamda mushu Abdulat ustozning qanday gapi borki bir anglab boqmamdiq. Bu mening Abduli inimga gapirmek jek. Abduli ukam izchil, shunday tirishchanlikni izchillashtirayotgan. Shu izchillashgan tirishchanlik bilan o'zininki ijodiyat mevalarininki usulini kutib olib, shuning mag'zini chaqayotgan. Nurg'un naqshlarni bizga taqdim etyapti xalq uchun, ma'naviyat uchun. Bo'libmi yaqinda bir necha usullik naqshlari yomon moda bo'ldi bizning rayonimizda. Shunday bir necha degan gap deganda oson gap emas. Bir yoki ikki emas, bir necha natijalik shunday usullik naqshlar rayonimizda nayt. Moda bo'ldi. Bugungi men naqshnimi nayt yaxshi ish olib kelibdi. Bu bugungi naqshidagi alayda meningki diqqatimga chelaqqa yeri muzikani araligi to'xtabla bir so'z o'rnida bir gapni berib o'tibla o'tib ketgan. Rap o'ynaydi ekan. Bu usullik naqshni o'tirib yomon chiqdi ekan bu. Rahmat. Davomli ijod yo'llari shu sahnadagi hayotiniki buningdimi nurliq, buningdimi yuqori egiz cho'qladi bo'lishini chin dilimdan tilayman bu ilimni. Rahmat ustoz. Rahmat.